Chorshanba kuni ertalab nonushta paytida yoshlari 40 dan oshgan, 50 ga yetmagan bir ayol to'satdan titroq kelibdi-yu, joni chiqibdi. Birpasda kelinlari, o'g'illari, nabiralari qiy-chuv qilishibdi, qo'shnilarini chaqirishibdi. Sal o'tmay janozaga qavm qarindosh, yoru birodarlar, tanish bilishlar kelishni boshlashibdi. O'g'il onasi uchun bir yaxshi, taqvoli g'assol ayolni olib keldi va o'zi qabristonga go'rkov huzuriga borib, onasi uchun qabr hozirlashlarini va mayitni peshin namozi vaqtida olib kelishligini aytib tayinladi. G'assol ayol o'z ishini mayitning kiyimlarini yechishdan boshladi. Yotgan mayitning ko'ylagini qaychida kesib yechintirgan ediki, mayit badanini qurt bosib ketganini ko'rdi. G'assolga qarashayotgan mayitning 3-4 ta yaqinlarini hayratda yoqa ushlashdi. G'assol ayol bu hayratni bildirmay, o'zi bilgan duolari bilan ishni suv quyishdan boshladi. Bir xil qurtlar suvda oqib ketar, bir xillari tanadan ajratib bo'lmas darajada yopishib yotardi. So'ng g'assol ayol mayitni qornini bosib, qornini bo'shatmoqchi bo'ldi. U qornini ohista bosdi-hamki, qorinda yig'ilgan najas, axlat mayitning og'zidan qaynab chiqa boshladi. Ko'p urinishlarda 32 chelak suv bilan ham mayit tanasi toza bo'lmagan edi. Peshin namoziga yarim soat qolganida janoza uchun kelganlar mayitni ko'tarishga shay bo'lishdi. Odamlar juda ko'p edi. Kattaroq yoshdagi qo'shni erkak mayit tayyormi deb so'radi. Lekin mayit hali kafanlanmaganini ichkaridan eshitgach, unda peshin namozidan o'tibroq qo'yamiz, tezlashtiringlar, deya qattiq gapirdi. Eshik tagida tumonat odam yig'ildi. Asr vaqti kirdi. G'assol ayol amallab kafanladi va tobutda yotqizishdi. Odamlar tobutni ko'tarib, uydan olib chiqib ketishdi. Janoza o'qildi. Mayitning o'g'illari xilxonasi tomon odamlarni boshladi. O'g'illar ne ko'z bilan ko'rsinlarki, bir emas 3 ta go'rkovlar hali lahatni kovlab ulgurishmabdi. Hamma hayron. Go'rkovlar yarim metr ham yerni kovlab otisha olmagan edi. Qarindoshlar ichidan 90 yoshni oralagan bir mo'ysafid chol janozadagilarga yuzlandi va "Jon bolalarim, bu mayitga janoza o'qildi. Telefonlaringizni o'chiringlar. Amallab mayitni qabrga qo'yishimiz shart. Bu Allohning ishlari. Go'rkovlardan lapatka ketmonlarni olinglar. Men qabr ustida duo qilib Qur'on oyatlaridan o'qib turaman. Galma-gal go'rkovlarga qarashib yuboringlar", dedi. Qabristonga kelgan barcha odamlar birma-bir qabrga ketmon urishibdi. Ayrimlar qabristondan ketib ham qolishibdi. Xullas, shom vaqti ham o'tib, xufton mahal kirganida 12 ta qarindosh bilan mayitni yerga qo'yishibdi va uyga qaytishibdi. Ertasi kuni bu janoza voqeasi hamma joyga tarqalib ketibdi. Kelinlar aytarmish, yer borib yetkazmasin-u, oyimlarni bir chiroyli gaplari yo'q edi. Og'zilari juda shaloq bo'lib, o'tgan-ketganni, o'lik-tirikni yomon qarg'ardilar. Hech kimga kun yo'q edi. Yaqin qo'shnilar aytarmish, yer borib aytmasin-u, kiyim-kechak, tilla taqinchoqqa juda o'ch edilar. Bozorlarda behudaga pul sovurib, gapma-gap, to'yma-to'y yurishdan qolmasdilar. Tanishlari, o'rtoqlari aytarmish, yer borib aytmasin-u, davralarda juda katta gapirib, hech kimni mensimay, soddaroqlarimizni jerkib kamsitardilar. Odamlar so'rashibdi, astag'firulloh, bu ayolni ibodati, namozlari, tutgan ro'zasi, hech bo'lmasa yetim yesirga qilgan sadaqasi bormi? Hamma jim turib yelkasini qisarmish. Yon atrofimizda bo'lgan bu voqea biz tiriklarga ibrat bo'lsin, azizlarim. Fe'limizni keng qilib, bolalarimiz, yaqinlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimizni dilini og'ritishdan, dil ozorlikdan saqlanaylik. Bu o'tkinchi dunyoda o'zimiz bilan faqat va faqat qilgan yaxshi amallarimizni, sadaqa savoblarimizni, beminnat qilgan yaxshiliklarimiz savoblarini olib ketaylik. Xulosa chiqarish sizlardan.
Meni tinglayotgan hurmatli dindoshim, hikoya yoqqan bo'lsa, Ibratli hikoya kanalini qo'llab-quvvatlash uchun YouTube'dagi sahifamizga a'zo bo'lishingizni sizdan so'rab qolamiz va uni yaqinlaringizga ham tavsiya qilishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.